saqlash jarayonini boshlab oldik. Termizlik lentimizga Swiss olma sirkasi chiqib ketdi. Qurolli lentimizga 2 olma sirkasini chiqarib olamiz. Qali lentimizga bitta olma va bitta olcha siruplarimizni chiqarib olamiz. Lentimizga 2 olcha sirupimiz va bitta olma sirkamizni chiqarib olamiz. Olcha sirupimiz zo'r natija olgan lentimiz yana qayta obat qiladi. Lentimizga 2 olma sirkasidan chiqarib olamiz. Lentimizga 3 olma sirkasi va 3 olcha sirupimizdan chiqarib olamiz. Bular qayta oladigan lentlarimizni turga kiradilar. Ifodga ko'rayotganlar uchun mana katta portsiyada oladilar. Bizlik lentimizga 2 olma sirkasi chiqarib olamiz. Lentimizga 2 olma sirkasidan chiqarib olamiz. Oylik lentimizga 5 olma sirkasidan chiqarib olamiz. Kallik lentimizga 2 olma sirkasi va bitta olcha sirupimizdan chiqarib olamiz. Bekobodlik lentimizga hozir asalimiz 1 kilo asalimiz, olma sirkasi, olcha sirupimiz ketyapti. Kapsitimizdan hozir eskarneridan viloyatimizga chiqarib olamiz. Lentimizga hozir naborimiz chiqib ketyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, juda ham zo'r naborlarni turga kiradi. Lentimizga 2 olma sirkasi chiqarib olamiz. To'lik lentimizga nor kollagenimiz, olma va olcha siruplarimizdan chiqarib olamiz. Va nihoyat oxirgi partiyasini qilganimizda, bu katta mahsulotlarimiz viloyatimizga chiqib ketyapti. Telefonga